Hammaga salom do'stlar. Hozir men sizlarga AI ASMR yo'nalishida qanday qilib video yasashni o'rgataman. Ushbu yo'nalishni do'stlar o'z videolarimda bir necha marta olib chiqqanman va yo'nalish juda ham zo'r bo'lgani uchun, 1 yildan beri trenddan tushmayotgani uchun sizlarga darslik qilib tayyorlashga qaror qildim. Va do'stlar, ushbu yo'nalishni asosan qizlar va ayollar tomosha qiladi va shuning uchun ham do'stlar, ushbu yo'nalishda RPM 1000 ta prosmotr uchun $3 dan baland hisoblanadi. Bu uzun videolarda, shortsda esa bilasizlar kamroq bo'ladi. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Qani ketdik. Agar siz hali YouTube'da o'z kanalingizni ochmagan bo'lsangiz, hozir bu uchun eng to'g'ri vaqt. Chunki hozirda YouTube'da yangi kanallar tezda ko'tarilyapti. Lekin kanalingiz noto'g'ri ochilgan bo'lsa, u YouTube'da hech qachon rivojlanmaydi. Agarda shunday muammolarga duch kelishni xohlamasangiz, biz sizga noldan professional kanal ochib beramiz. Kanalingiz uchun unikal nom topamiz. Sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib professional so'zlab beramiz. Va hattoki bulardan tashqari, hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Hoziroq YouTube kanalga buyurtma berish uchun ekrandagi admin profiliga yangi kanal so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumot yuboramiz. Demak do'stlar, biz ChatGPT saytidamiz va ko'rishingiz mumkin, men уже bir nechta mana shunaqangi ASMR videolar tayyorlash uchun rasmlarni tayyorlab oldim. Ko'rishingiz mumkin 4 ta rasm va har biri do'stlar juda ham ajoyib chiqqan. Misol uchun birinchisi bulutlardan yasalgan klaviatura, ikkinchisi taxtadan yasalgan, uchinchisi lavalik kran, to'rtinchisi esa men bu jelalik, bilmadim, okeanmi, daryomi, xullas shu ko'rib turganinglar. Va do'stlar, har birini mana prompti bor. Bu promptlarni men Telegram kanalimga joylab qo'yaman ushbu video YouTube ga chiqishi bilan. Shuning uchun hozir описаниеga o'tib Telegram kanalimizga o'tsanglar, srazi bularni skachat qilib ishlatsanglar bo'ladi. Endi esa biz ushbu rasmlarni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Mana bunisini skachat qildik, bunisini ham, uchinchisini ham va to'rtinchisini ham. Endi esa do'stlar, biz Grok saytiga o'tamiz ushbu rasmlarni animatsiya qilib olish uchun. Lekin undan oldin do'stlar, sizlarga bitta zo'r narsani ko'rsatib o'taman. Hozir men sizlarga faqatgina 4 ta rasm tayyorlashni ko'rsatishim mumkin, lekin sizlarga ko'proq ideya kerak bo'lsa, qayerdan olishni hozir o'rgatib qo'yaman. Buning uchun do'stlar, YouTube ga kiramiz va AI ASMR deb qidiramiz. Mana qidirdik do'stlar, bu yerda turli xil variantlari chiqdi, xuddi shunaqani. Bu yerdan do'stlar istaganimizni tanlaymiz, istagan birortani. Kelinglar, shortsni tanlaymiz, yaxshisi. Videoga kiramiz va do'stlar, shuni screenshot qilamiz, xuddi shu joyni screenshot qilamiz va biz buni ChatGPT ga yuboramiz. Mana ChatGPT ga yukladik va tagidan yozamiz. Ushbu rasmni analiz qil va xuddi shunday rasmni AI da tayyorlash uchun prompt yozib ber va yuboramiz do'stlar. Ushbu screenshot qilgan rasmimizdagi videoni tayyorlash uchun bizga prompt yozib beradi va bemalol xuddi shunday qilib do'stlar cheksiz ideyalar olishimiz mumkin yoki bo'lmasam o'zingizlar ham ideya o'ylab topishingiz mumkin. Va do'stlar, iloji bo'lsa, qaysi sun'iy intellekt orqali video qilishinglarni ham ChatGPT ga yozsanglar, o'shanga moslab turib promptni yozib beradi. Misol uchun, Kling AI da qilasizlarmi yoki Grok da qilasizlarmi, Google VO da qilasizlarmi, o'shani yozsanglar, shunga moslab turib ham zo'r qilib prompt yozib beradi. Endi esa do'stlar, asosiy ishdamiz, ya'ni ushbu rasmlarni animatsiya qilish. Men unga ham ko'p vaqt sarflamaslik uchun oldindan tayyorlab qo'ydim. Mana ko'rishingiz mumkin, 4 ta o'sha rasmdan tayyorlangan 4 ta video va kirib ko'rishimiz mumkin do'stlar. Buni har bittasini ovozi ham bor, kачествоsi ham juda ham zo'r. Ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r qilib tayyorlagan do'stlar. Mana tagida prompti ham bor. Esingizdan chiqarmanglar do'stlar, rasm tayyorlashni prompti boshqa, mana bu videoni animatsiya qilishni prompti boshqa hisoblanadi. Men ikkalasini ham yozib qo'yaman. Faqat shunda adashib qolmanglar do'stlar. Endi esa biz ushbu 4 ta videoni ham yuklab olamiz. Undan keyin CapCut dasturiga yoki bo'lmasam istalgan video montaj dasturiga o'tib bularni tahrirlaymiz. Endi esa do'stlar, biz video montaj dasturiga kirib, ushbu 4 ta videomizni tashab oldik va bu yerdan ketma-ket joylashtirishni boshlaymiz.
Bitta narsani esdan chiqarmanglar do'stlar, bu videolar biz 9 ga 16 qilib ber degan bo'lsak ham 9 ga 16 emas, kichikroq razmerda qilib bergan bo'lishi mumkin. Shuning uchun dasturni o'zidan biz 9 ga 16 qilib qo'yamiz va bu yerda ko'rishingiz mumkin, tepasi bilan pasti ochiq qolib ketyapti. Bunda esa do'stlar shunchaki videomizni biz kattaroq qilamiz va boshqa muammo yo'q. Endi esa do'stlar biz ushbu har bitta kadrimizni 3 sekunddan qilib kesib olamiz. Mana 3 sekunddan qildik do'stlar, jami 12 sekund bo'ldi. Endi esa biz buni agarda sal sekinroq bo'lishini xohlasak, buni hammasini birlashtirib olamiz. Birlashtirib olgandan keyin skorost o'tib, buni 0.7 ga qo'ysak do'stlar, menimcha idealniy bo'ladi. Tamom do'stlar, videoni ko'rishimiz mumkin. Videoni ko'rdinglar do'stlar, hammasi juda ham oson. Bunday videolarni siz ham bemalol telefon orqali tayyorlay olasiz. Lekin do'stlar, bitta tomoni bor. Bunday turdagi kanallar hozirda YouTube'da juda ham ko'p va ularning do'stlar ba'zilari millionlab prosmotr olib ko'tarilib ketadi, ba'zilari esa do'stlar umuman ko'tarilmaydi. Va do'stlar, kontentini agar tekshiradigan bo'lsanglar, ikkita kanalni ham kontenti bir xil. Ya'ni xuddi men tayyorlaganday, xuddi siz tayyorlaganday qilib videolarni tayyorlaydi. Lekin bittasi zo'r prosmotr oladi, bittasi umuman rekomendatsiyaga chiqmaydi. Sababi nimada deb so'rasanglar do'stlar, bu noto'g'ri ochilgan kanaldan bo'ladi. Ya'ni agarda siz YouTube kanalingizni o'zingiz bilmasdan turib ochsangiz yoki YouTube'dagi har xil bo'lar bo'lmas videolarga ishonib kanalingizni ochsangiz va nastroyka qilsangiz, bunday holatda zo'r video tayyorlasangiz ham kanalingiz rivojlanmasligi mumkin. Va do'stlar, xuddi shunday holat bo'lmasligi uchun men sizlarga o'zimni kanal ochish xizmatimni ochganman. Shuning uchun do'stlar, video ostida manzili bor, adminga yozinglar, adminimiz sizlarga professionalniy YouTube kanal ochib beradi va xuddi shunday turdagi videolar tayyorlasangiz, prosmotr katta ehtimol bilan do'stlar zo'r bo'ladi va videolaringiz doim rekomendatsiyada yuradi. Shuning uchun do'stlar, ozgina to'lovidan qochmasdan hoziroq Telegram orqali bizga yozing va biz sizga professional YouTube kanal ochib beramiz.